Assalamu alaikum hurmattуу Muz TV'nin kattaloçları. Bugünkü çıkarılış bodomal echki qo'ylarni tartibsizga ko'rgazib bereli. Uloqning sezoni boshlanib qoldi. Echkilar qanday bo'ldi ekan, takalar qanday bo'ldi ekan bir ko'raylik turganlar. Taka qanchada o'tasiz aka? 9 mingga bermay qo'ydim. 9 ming bermay qo'ydingizmi? Qancha kilo chiqadi? Bilmadingiz. 9 ming so'm berilibdir. Bu жақта bir Qantulan salat. Qantulan salat deysiz. Buna taka. Parodası qanday ekan bundan? Bu Bishkek. Bishkekski. Sütlü eskiler var ne o? Oşun takası da bo'lar. Qancha deyapsizlar? Bunu aldım 12 ming. 12 ming bo'lib turgan ekan. Parodisi. Taka ekan, sütlü echki. Uloq bu. Uloq ekan, jamon cho'ng ekan bir turganlar. 12 ming alınıptır. Bunday. Жақсы өзің жақсың ба? Taka qancha bo'ldi taka? 15. 15 deyapsiz bu. Qanchaga so'radi? Bermadingiz ha? 1 ming so'radi. Ben 15 ming. Taka qimmatlagan qarangizlar turganlar. 10 kilo go'sht var. Bosh meni. Taka qancha ekan? 10 ming odam. 10 ming deyapsiz. Qancha ekan ha? Uloqlar 5 mingdan. 5 mingdan. Mana ki uloqlar. Taka qancha ekan aka? 15 ming. 15 ming so'm. Uloqlarchi? 5,5 ming. Uloqlar qancha ekan kishini? 4 ming so'm ishlar ming. 4 ming so'm 100 so'm üstüne. Ya Nasıl yemez? ya ben nasiye verip vermem. 8500 verin alıp verin buna. 100 so'm koşma konu 50 so'mdan. Ben 100'e salam zaten. Küçükler qancha ekan ha? 500 so'mdan. 500 so'mdan. Qanday paroda? Arabayla yaptı. Alabay çalışma. 500 so'mdan ekan. Kaçadan kızdı? Biron chiqarmaysiz bu yoqqa? Qo'yla. Nazorovich. Aka do'stlar 500 so'mdan ekan. Alabay çalış. Erkek ha? Bardak erkek mi? Kaçadan kızdı? İki urgatçı var. Nomerin var mı çok mu? Nomerin. Var. Ayt koyun. 222, 0222 72, 72 59, 59 20 ha? 500'den ne var dedi? Ve verdin mi şunu? Hayır, Niye? Erkek mi verdi onu? 500'den ekan 250 bilan so'rayapti degan tomonlar. Qancha ekan ha? 14 ming. 14 ming ekan. Qancha ekan aka? Takalar. Echki bilan. Ha, echki. Echkilar qancha? Mana ko'y aldar bilan. Analar Uloqlar bilan mi? Uloqlar qancha? Birdanlar u. Ulog'i bilan qancha? Narx 10 ming, bu 7,5 ming ha? Echkini bir ko'p tartib berayin sizlarga. Taka qancha ekan? 12 ming so'm. Qanchaga so'radi? 9 ming so'radi. Mustafa. 9 mingga so'radi. Ek olanında betinde tartib qo'yingmi? Nazirli bir savdanın yürüyüşü oldu. Qaysi savdo oldu? Qanchaga? Ben hazır içi. Beni sokakta elin so'm. 4 ming so'm. Qanchadan ekan ha? Ne çıkmaktı? Qancha oldu? 29. 29. Qo'ylar qanchadan aka? Ular 18'den kam var. 18'den kam var. Urg'ochida bular ha? Burası toktular.
Boz mu kısır mı? Boz. Boz 18 bin so'mdan kam var. Qo'ylar da qimmatdagan bu ha? Ha, dostlar, para. Çok kımmatlar. Çok qimmat, granitsa javoq bari qimmat deng ha. Qo'zlar mı bular shunda? To'qdilar ha. Cho'ng qo'ydan ekan bu. 2-4 kishi. Qo'ylar qancha ekan aka? 12. 12 dan bor. Qancha yoshda? Qancha ekan? 2 tish. Ha, to'y qo'yib turib. 12 ming deb. Ha bir. Eko. Eko 21 ming so'm. Sana getona bozor o'ta qimmat. Küçük arzan ekan ama. 48 mingga ham bo'ladi. Shundaydi. Qaysisi doldu? Qancha? 48 ming 4 ta. Qo'chqor bu qancha? Bilmedim. Nima qo'chqor bu? Qancha ekan? 22. Eko 22 mi? 11'den 22 ekan to'g'onlar. Aka jinjayingiz qancha aka? Aytdim, men ham yo'q deganim yo'q. Men 50 ming desam shu. Bunaqa qisqa bering. Yuraydagi. Qancha oldu qo'y? Qancha dotasan? 13 kam var. 13 kam var. Urg'acha? Chiqar bu. 13 ming so'm kam bor deydi. Qancha yaş? 15 ming so'm kam bor. Qo'chqor qancha ekan ha? 14 ming. Qancha tish ekan? Qancha tish? O'zi bu. Qo'y jomon qimmatlab turadi. 14 ming so'm ekan shu. Cho'ng qo'ylar qancha ekan aka? 20 dan da o'taz kami bor. 20 dan urg'achi erkak bu. Soluq. Soluq ha? Ha, tartuvdan. Sol qancha tish ekan shunda? 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish. Qancha bermediniz? 3,5 mingga berdim. Eko'ni. 33,5 ming. Bizda buyoq bor. Qo'y 34 ver, qo'y. Bu yoqda qancha so'rayapti ekan? 33,5 so'rayapti. 33,5 deyimda. Bunga aytganlar 33,5 ming so'mga berib beradi ekan shu. Cho'ng qo'ylar ekan. Ber endi. Ya ber. Bering. Qo'ysang ham burada uni. Meni qara tozam chekdi. Bu. Sol. Tozam chekdi. Bu. Ber, odam bir. Yo, uyat qo'ygan qo'y. Be, quyon bor ekan-da. Quyon bor ekan. Ana, al. Yer. Quyon bor ekan. Men tikaladim buni keldi. Qo'ylar qancha o'tasiz? 13 dan. 13 dan. Urg'achi? Qancha tish bular? 4 tish. 13 dan. Qanchadan so'radi o? Qo'ydan qimmatligini qarangizlar. Mustuvi. Sodanın qizig'ini qarangizlar. Qo'ylar qimmat, bari soda juraveradi ekan. Nega? Soda bütelek biroq men boshqalarni tartib berayin. Qo'shqorlar o'tili. Qo'shqor bu? Qisman qancha dedingiz? 9,5 dan beri o'tadi. Qanchadan o'tasiz aka? 12'den. 12'den. Qo'shqorda? Qo'shqor. 12 ming so'mdan ekan.
Қошқар қанша екен, а? 35 yaptı. 35 мың сом. Не деген порода бұл? Породасы. İsa. Гисарский. Тазасынан ұқсайды, а? 35 мың сом екен. Өте ұзын қошқар екен. Қаншаға сұрады досым? 27. Қанша тиш бұл? 4 тиш. Bir görüp koyuyor tişini. Ha bu. Rahmat. Ulan uy bazarda tartalı tuğanlar. Uy qancha ekan aka? 90 ming. Жаңы эле тууп тура, эркек бургачыбы? Эркек. Канчага сурады экен ушуну? 83'e verdim. 83'e берип едиңиз. Канчаны туган? Kulaklılardan aldılar mı? Bas gerekli pas. Экинчи тушу. Ha, жакшы экен, рахмат. Ne oldu lan? Kızgan tüzötken ne? Уй канча болду экен? Uydu 80 kamarda otağı. 80 камарда отасыз. Канчаны туган? 3 ön tuğan. Үчөөнү туган. Булчу? Birdi tuğan. Бирди туган. 80 миң сом. Торпактар эркек бургачыбы? Bir urgaç bir erkek. Bir urgaç bir erkek. Tuğut maldan жыл болуп калды. Уйду канчада атасыңар? Уйду. 95'te bağlaştı. Бербедиңерби? Торпак эркек бургачыбы? Burgaç. Канчаны туган? Pazardan alınan hatta biz böyle geçmeyiz. Базардан алган. 95 миң сомго дедиң, а? Порода уйлар канча экен, а? Канча деп атасыз? 100 миң. Боозбу? 100 миң сом экен, бооз уй. Уйдун пулу канча экен? Канча деп атасыңар? 120. Боозбу, а? 120. Не деген порода? Kança oldu? 75. 71. 85 tane eken uşul. Paroda oylar 85 ming so'mdan. Boz bu kısır mı? Boz var, kısır var. 85 ming so'm. Şunda bu Geraford parodasındağı oylar boluş gerek. Qıramızda turamiz. 85 ming so'mdan kemi var deydi. Мына достор, болушунча сіздерге тартып көргөзүп бердик. Бул сіздер менен Муз ТВ каналы болду. Менин атым Замир достор. Биздин каналга катталыңыздар, биздин каналды көрүңүздөр. Мал базарга тартып көргөзүп беребиз. Анда сіздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.